Siz akneni davolangansiz, lekin baribir teringiz notekis ko'rinadi va bu sizni hech tinch qo'ymaydi. Va aynan shu joyda asosiy savol tug'iladi. Buni haqiqatdan tuzatish mumkinmi yoki kech bo'lib qolganmi? Hozir sirazu javob beraman. Ha, bu holatni tuzatsa bo'ladi va hattoki bu juda ham effektivniy tuzatish bo'lgan holat. Shu videoda bu protsedurani batafsil ko'rsatib beraman. Birinchi bo'lib yuzlarini tozalaymiz. Keyingi etapimiz og'riq oladigan kremni yuziga surtib, buni sostavida lidokain 20%li muolajamiz og'riqsiz o'tadi. Krem ta'sirini 30 minut kutish kerak. Ta'siri kuchliroq bo'lishi uchun maskani taqib qo'yamiz. Endi hozir 30 daqiqa kutishimiz kerak. Bemorda aknadan qolgan izlar va chandiqlar bor. Atrofik chandiqlar har xil chuqurlikda. Bunga bizning lazer uskunalarimizni so'zlamalari bog'liq bo'ladi. Lazer ta'sirining chuqurligi va quvvati, nurning o'lchami va hokazo. Agar batafsilroq aytsak, apparatda quyidagi parametrlarni so'zlaymiz. Chandiq turi, teri fototipi, ta'sir qilish sohasi. Shuningdek, biz RF to'lqinlarini ham qo'shamiz. Asosiy ajratish bor. Bu dog'mi yo chandiqmi? Dog'larda faqatgina rang muammosi, chandiqlarda esa relyef muammosi. Bitta usulda hammasini birgalikda davolasa bo'lmaydi. Agar buni tushunmasangiz, yillar davomida protsedura qilib, natija ko'rmasligingiz mumkin. Ko'zingizni yopib qo'yamiz. Ustidan ochki taqib qo'yamiz va protsedurani boshlaymiz. Birinchi bo'lib eng chuqur joylashgan atrofik chandiqlarni o'tamiz. Keyinsa birato'la hamma terini obработка qilamiz lazer bilan. O'shanga qarab razmerini ham, shaklini ham o'zgartiramiz. Agar postakni bezovta qilsa, nimadan boshlash to'g'ri? Avval diagnostika, keyin usul tanlash. Lazer bu asbob, mo'jiza emas. Nega aknadan keyin dog'lar ba'zida oylar davomida ketmaydi? Hatto teri umumiy holatda sog'lom bo'lsa ham. Chunki tomirlar bilan bog'liq o'zgarishlar, turg'un qizarish, pigmentatsiya sababli dog'lar aknadan keyin qoladi. Lazer chandiqlar bilan qanday ishlaydi? U mikro ta'sir zonalar hosil qiladi. Yangilashni ishga tushiradi. Kollagen va elastin ishlab chiqarishni rag'batlantiradi. Lazer hamma uchun mosmi? Yoki uni qilish mumkin bo'lmagan holatlar bormi? Faol akne bo'lsa, avval davolaymiz. Yangi qorayish bo'lsa, ozgina tanaffus. Ideal teri kutish real emas. Endi burnilarida ham chandiqlari bor. Atrofik chandiqlari shakli sal boshqacha. Agar qarab tursangiz, shakllari расширенный poralarga o'xshaydi, kattalashgan poralarga o'xshaydi, lekin bu atrofik chandiqlar baribir. Shularni ham bittadan obработка qilaman. Shu protsedurani biz ham yozda, ham qishda qilsak bo'ladi, o'tkazsak bo'ladi. Faslni tanlamaydi, faqat biz tayyorlashimiz kerak terini, bemorlarni. Va yana bir ikkita talablar bor. Shunga qarab yozda protsedurani o'tkazamiz. Eng chuqur bo'lgan atrofik rubetslarni biz o'tdik. Endi esa umumiy butun terini obработка qilamiz. Yana bir bora ekib qo'yaman, shaklini o'zgartiramiz va razmerini o'zgartiramiz. Har xil shakl qilsak bo'ladi. Prямоугол, chiziq, nuqta, to'rtburchak, uchburchak. Eng ko'p beradigan savollardan biri, nega chandiqlarga hatto eng qimmat kremlar ham yordam bermaydi? Ba'zi bir kremlar postoperatsion chandiqlarni yumshatadi va ozgina yordam beradi. Lekin post akne chandiqlarga hech qanaqa krem yordam bermaydi.
Yana bitta savol. Chandiqlar bitta protsedurada yo'qolib ketadimi? Yo'q, lekin ancha kam seziladi. Effekt bosqichma-bosqich yig'iladi. Ikkita yuzda va peshonada ter qalinligi har xil bo'lgani uchun nastroykalarni o'zgartiramiz. Qaysi natijani yaxshi deb hisoblash mumkin? O'rtacha 40-70% ter yaxshilanish kerak. Endi CO2 shlifovkadan so'ng RF protsedurani o'tkazamiz. RF chuqur ta'sir beradi. Rubetslarni, chandiqlarni tagidan elastin va kollagen o'stirishni boshlaydi. RFdan ter kuymaydi va hech qanaqa og'riqlarni sezmaydi. CO2 protsedura bilan birgalikda RF ko'proq effekt beradi. Eng ko'p qo'rquv yuzim qizarib yuradimi endi, bu rostmi? Bu terning yangilanishida normal bosqich. Bu vaqtinchalik. Chandiqlar chuqurroq bo'lsa, qizarishlar ozgina ko'proq bo'ladi. Agarda faqat pigmentatsiya dog'lar bo'lsa, qizarish minimal vaqtda o'tadi. Bemorimizga retsept bo'lib dorilarni yozib berdik. O'shalarni ichib yuradilar. Narsalarni ustiga surib yuradilar va quyoshdan SPF krem har ertalab ishlatadilar. Keyingi kelishlari 2 haftadan keyin. Chandiqlar, izlar, post aknalar, bu hammasi mani yo'nalishlarim. O'shaning uchun bemalol kommentariyaga o'zingizni savollaringizni yozsangiz bo'ladi va konsultatsiyaga yozilsangiz bo'ladi.